Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, hayitga kelaman, xo'pmi? Opa, bir masalasi bo'yicha gaplashmoqchi edim sizdan. Qo'l qo'yib berdik-ku. Yo biron nima yetmayaptimi, ukam? Ukam, belgilar kelmayapti shekilli. Qo'l qo'yib bermadi. Qanaqasiga akang qo'l qo'yib bermaydi, ukam? Axir bu uylar seniki-ku. Bizni hammamizni mol davlatimiz yetarli. Akang bilan o'zim gaplashaman. Ko'nglingni xotirjam qilgin, xo'pmi? Menga qara. Men sen opamga telefon qilding. Bu uyda bor-ku, meni haqqim bor. Aka, bilasiz qizim kasal. Menga qolsa uyimni sotmayman-ku men ham. Ko'p ming'illamaga. Menga nima qizing kasal bo'lsa? Bu uyda meni ham haqqim bor. Hech qanaqa qo'l qo'ymayman. Menga meros ajratasan, keyin qo'l qo'yaman. Tinchlikmi? Opang hali o'lgani yo'q. Opa, bu uyda meni ham haqqim bor. Menga pul chiqarib beringlar. Alisher ukam, bu yoqqa qarab o'rgin. Ukam, jigarchilik shu bo'ldimi? Go'rda ota-onamiz tikka turmadimi? Sen bunaqa odam emasding-ku. Naborat ukangni oldida opa-ukalar turishi kerak emasmi? Farzandi kasal bo'lsa, o'zing ko'rib turibsan. Senga o'sha boylik kerak bo'lsa, men beray. Nimang